Hamma salom do'stlar. Sizlar bilan yana men o'sha Aki Craft. Bugungi videoda sizlar bilan nima qilishimizni bilasiz. Super fermalar quruq videosining va nihoyat 3-qismini olamiz. Ancha bo'lib ketdi. Menimcha 1 yoki 2 yoki 3 hafta ham bo'lib ketdi. Mayli, xafa bo'lmaysiz degan umiddaman. Va nihoyat 3-qismini chiqardim. Bu qismda sizlar bilan biz Enderman ferma quramiz. Bu ham Endermanlar ham daraja beradi. Enderman fermani to'g'risini aytsam, endda qurish kerak edi. U ko'proq olib keladi, mana salondan kamroq olib keladi. Ammo hech qanaqa farqi yo'q. Ikkovi ham bir xil ferma. Lekin bunga kamroq resurs ketadi. Agar o'yinda boshida bo'lsangiz, mana shu fermani qurishingiz ayni muddo bo'ladi. Qanunda olg'a boshlashimizdan oldin kanalga obuna va videoga like bosishni unutmang. Qanunda boshlaymiz. Yana aytgancha men hozir 3 ga sanagamda ajdarni oldida paydo bo'lib qolaman. 1, 2, 3. Ana kelib oldik. Endi sizlar ajdarni o'ldirishimni uncha ko'p ko'rmagansiz. Mayli, bu safar ham ko'rsatmayman. Bu safar videoni 20x qilib yuboraman. Ajdarni o'ldirayotgan joyim o'shaning ichida ketadi. Mayli, xafa bo'lmaysiz degan umiddaman. Unda qani olg'a do'stlar, mana ajdarni ham yengib oldik. To'g'risini aytsam 2,5 daqiqada ajdarni yo'q qilib tashladim mayli. Endi bu narsalarda bolta ko'p jonladi bedrockda ham. Hozir sal pant beribdi mayli. Hozir biz ayni zo'r yerga tushibmanda. Umuman dabdala yerdan quraman ekanda endi fermani. Mayli do'stlar, qurishga olg'a. Xullas bir tekisroq yer topib olasizda, mana shunday qilib ochib chiqasiz. 3 ga 3 qilasizda, pastga keyin 30 blok qilib pastga tushasiz. Qani olg'a. Xullas keyin do'stlar, mana bu yoqlarni shunday qilib teshib chiqasiz. Shunday qilsangiz yaxshi bo'lib ketadi, boyib ketasiz. Divada lekin yo'qollanadi. Bir qilich olganimda qanaqasi ko'rsatardim o'shasini. Tezroq bo'linglar. Hop, sindiramiz yaxshi, молодцы, boyib ketamiz, zo'r bo'lib ketamiz, biz zo'rmiz. Mana bo'ldi. Keyingi qadamga o'tsak, xullas mana yerda alohida sindirib olasizki, agar xavf ko'rda bo'lsangiz yoki survivalda bo'lsangiz, o'lishni xohlamasangiz uzoqroqqa boringda, tepaga qarab bosing. Keting orqasidan. Tashqariga chiqasiz-ku, keyin u yerga mana bu narsalarni qo'yasiz. Yillar bekorga o'ynamayman-ku. Xullas bu yoqqa qaytasizda narvonchani qo'yib qo'yasiz. Qo'ymasangiz yomon bo'ladi. Hardcore bo'lsangiz hardcore'ingiz tugashi ham mumkin, shuning uchun qo'ying. Bitta yarimtalik blok oling. Tashqariga chiqing, bezatib qo'yish kerak-ku buni. Manday qilib qo'ying bo'ldi. Endi asosiy taraflar qoldi. U yoqdan kirish joyiga tegmaydi. Hop, inventarga kirasiz va nima olishni aytaman. Xullas o'zingizga yaxshi tarafga o'tasizda.
bu yerga sandiq qo'yasiz, keyin bu yoqqa chiqib turasiz, chunki keyin qo'ya olmay qolishingiz mumkin. Bunday va bunday qilasiz. Keyin esa yana bitta sandiq qo'yish kerak. Axir bu yer ochiq qolsa demaydi-ku. Bu yerdan tushmalar nima bo'ladi desangiz, sandiq voy desangiz, mana shunday qilib qo'yasizda, yugurib borasizda, mana blokdan olasizda va mana tepasini yopib qo'yasiz. Ma'lum xatolik ketibdi, hamayli hamayli bularni sandiqlar sindiramiz bir blok beriroqdan qo'yish kerak ekan. Mana siqilishdan bermaymizdan mayli siqilmaymiz, chunki o'tib ketar bu dunyo. Keyin bu yerga mana bunday voronka va asabingiz buzadi, endirmaysiz esa yo'q qilasiz, keyin yana voronka qo'yish ishlarini davom ettirasiz. Qo'yib bo'lganingizdan keyin bu xatoni qaytarmaganingizdan haqib xursand bo'lasiz, lekin kech bo'lgan bo'ladi. Chunki siz tiqilib qolgan. Shuning uchun iPhone ishlatamiz, mana ikki chekkani teshib qo'yamiz. Shunda zo'r bo'ladi. Hammasi zo'r ketadi. Hammasi endi tezda kelamizda mana bu yerlarga blok qo'yamiz va ideal bo'lishi uchun nimadir qolib ketdi-da. Mana bu polaslar. Farqi yo'q, xohlaganingiz qo'yaverasiz. Men qizil rang yoqsa ham qizil rang endi menda oyog'iga tegib turmasin dedimda, shunga bu rangni ishlatyapman. Tepasiga qo'yilib ketmasa, endi menlar shu yerga turib oladi. Tushmaydi bizga. Endi fermaning eng asosiy ishlaydigan joyiga o'tsak, men qo'ymadim, boya mushugim meni o'tdi. Hamayli tepaga chiqamiz va nima qilamiz endi? Albatta mana bunday. Hozir endi eng qiyin joylardan biriga keldik. Mana bunday chiqib, endi shuni o'rab chiqish kerak. Chunki endirmenlar ko'rib qolsa talpa bo'lib ketadi bu yerda. Shuning uchun o'rab chiqamiz. Olg'a mana shunday narsacha qilasizda, keyin mana bu endirmitni ochishga harakat qilasiz. U ham ha deb chiqmaydi. Hamayli. Kreativ bo'lsangiz tuxum bilan chiqarsangiz bo'ladi-yu hamayli. O chiqdi. Endirmit chiqdi va endi buni vagonchaga o'tirgizamizda, unga nom beramiz. Masalan, mayli o'ldirishga majburmiz. Birinchidan qo'yib bo'lmaydi ekan. Birinchi anaqa qilish kerak ekan. Bedrock shunisi yomon-da. Mayli tupurdik. Chiq faqat o'tiraman. O'tirib olsang bo'lasan. O'ldiraman deb o'tirib olsang, alo. Chiqmayapti. Yoki o'tirib bo'ldimi? Yo'q, o'tirganda ko'rinardi. Mayli 1-2 soat xullas o'shanday chiqarasizda, men zerikib ketdim. Tuxumdan chiqarib qo'yaveramiz. Mayli endirmit dabba, o'tirma nega. Bas bu dabba endirmitimizni qo'yib olganimizdan keyin ehtiyotkorlik bilan mana buni sindirishimiz kerak. Yaxshi, endi sekin asta buni chiqarishdan oldin boshqa narsa qilish kerak. Oldin luklar qo'yib chiqish kerak aytgancha. Lanati tepadan qo'yil. Sur davay chiqar. Bechora xafa bo'ldim endi. Mayli bo'lsang aytib qo'ydim. Luklarni ochib chiqamiz. Endi bu dabbamizni sekin astalik bilan, ohistalik bilan tushiramiz. Mabodo pastga tushib ketsa, endirmenlar bayram qiladi. Shuning uchun sekin astalik bilan bloklarni sindirib olamiz. Faqat tezroq, vaqt chegaralanmagani hamayli. Tezroq. Babam. Ana zo'r bo'ldi. Endirmenlar tushib ketadi shu daqiqa. Shu daqiqa tushmasiga qaraydi. Endi do'stlar 5 daqiqa AFK. Qoidamizga ko'ra 5 daqiqa AFK qilamiz. Hamayli olg'a.
Mayli do'stlar, boshlaymiz Afrikani. Faqat sizlardan iltimos, shu nayzamga sharpness 5 qo'yib olmasam bo'lmaydi. Bo'lsam o'yin juda ham sekin bo'ladi. Ha, mayli olsa. Xullas do'stlar, ana 5 daqiqa ham o'tdi. Endi ancha marvarat yig'ilgan ekan. Oldi dona deyishingiz mumkin. Lekin bu vaqt ko'rish kerak. Hozir kichik hisob-kitoblarga ko'ra 300 ta yig'ilibdi. 16 tadan bo'lsa 48 ta. Yo'q, 48 ta emas. Hozir kichik hisob-kitob qilib olay. 48 ta endi marvarat. Agar menga tushib qolganlarning 50 ta. 5 daqiqada 50 ta marvarat. Endi darajamizni ko'rsak-chi qancha ekan? Ajdar darajasini olmagandim, 0 edim, 18 bo'ldim. Mana endi menlardan juda ko'p daraja tushyapti. Shuning uchun endi menlarda qayerga qilish mazzi. Mayli, ko'rgan bo'lsangiz 18 daraja, 5 daqiqada 0 darajadan yana 50 ta endi marvarat. Agar anaqada bo'lsangiz buni qilsangiz, birga chiqib ketishingiz mumkin 1-2 kunda. Xullas, unda bugungi video shu yerda tugaydi deyman. Tepaga chiqib xayrlashaman olg'a. O'zimizni qoyil maqom yo'ldan chiqib ketamiz. Ana bu nayza bilan tezlashtirib bo'lmaganda chiqishdi. Olg'a, iltimos, tezroq. Bo'ldi. Endi xayrlashsak bo'ladi. Xullas do'stlar, hammangizga xayr. Yaxshi dam oling. Yana kanalga obuna bo'lishni unutmang. 3 ga qolganingiz uchun rahmat. Endi 4 ga bo'lishimiz kerak. Shuncha odam obunasiz ko'rishini hisob qilsa meni, bu sizlar uchun muammo bo'lmaydi. Men uchun esa bu baxtiyorlik bo'ladi. Xullas, keyin shu videoni kommentariyasiga o'zingiz qanday ferma qurishimni yozib qoldiring. Men albatta quraman. Hammaga xayr.